alaykum aziz obunachimiz. Bugun zomindagi ishimizdan xudo xolisi ozgina video qilib ko'rsatamiz. Polni tepalarini aliga qo'ygan uyamiz profilimizda bor, bular hammasi. Hozir polni fasadlariga rayotning toshdan ikkinchi sloy tekkisidan qo'yamiz. Pasti Angola Black toshidan bo'lgan. Xudo xolisi ko'rsatib o'tamiz ishlarni. Hali yuvilmagan holatda bu. Mana shunaqa kirpich qilib, faskalar ochib, chiroyli qilib berganmiz. Mana buni to'ldirib olamiz. Hozir beton bilan buni ichlari ham polni toshdan qilib berdik. Ichkarisini ham ko'rib chiqamiz. Ko'rasizlar patologlarini. 20 mikronli glansli materialdan bo'lgan. Buni faskalar ochib, hali yuvilmagan bu. Yuvib ko'rsatamiz buni. Bu tomonga o'tamiz. Ana kolonnalarga e'tibor berib qo'yasizlar. Kolonnasi. Bu tepalari aligapon bo'ladi. Mana bu tepasi ham aligapon bo'ladi. Keyin bu tomonlariga o'tamiz. Hozir zinalarni polni granitdan bosamiz. Bu yo'qlar mana toshdan. Angola Black yirik bayligidan bo'ldi. İçlarida karmashkalarni ko'rsatib o'taman. Bu yoq eshiklar, bu yoq tepalari haliga pon bo'ladi. Bu yoqlari bo'lgan mana. Ikkita darvoza. Yaqinlashtirib ko'rsatamiz. Tillarni ham o'zgarganmiz. Tashqarisiga chiqamiz endi. Ha, ko'rasizlarmi? Bir tekkisini olib tushib berganmiz. Sal uzoqroq rakursdan ham ko'rsatamiz. Ko'rasizlar. Azizlar kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, o'zimizga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Tosh ishlari bo'yicha xudo xolisa professional xizmat bizada. Yaqinlarga ham ulashib qo'yasizlar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qilib ko'ringlar. Yaxshi kuninglarda birga xizmatinglarda bo'linglar.